Assalomu alaykum. Kia Carnival avtomobilimiz 9 kishilik. Mashinamiz 2016-yil 190 ming kilometr yurgan, yoqilg'i dizel salariga. 9 kishiga moslashgan Kia Carnival. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Atrofida qirilgan, urilgan joylari yo'q, ideal holatda turibdi. Kia Carnival qidirib yurgan akalarimizga 8 million 300 ming won. Eshik beskirtuvchi dasti bor, elektronli sidina pamyatlari bor. Mashinamiz jinda eskiroq sidinalarga chexol kiydirib qo'yadigan holatda ekan. Sidina abduf avgraflari bor, rul sidi, ikki rejimlari bor, monitori bor, start stop. Mashinamiz cruise kontrollari mavjud. Brake paksi, high-pesi bor, lyuk oldida orqada ikkita. Eshigi ruchnoy ochiladi akalar. Xo'p, orqa sidinasi ham istat ekan. 9 kishiga moslashgan, bu yoqda ham sidina bor, prosta olib qo'yilgan ekan. Kelib test drive qilib ko'rishingiz mumkin. Kia Carnival qidirib yurgan akalarimizga 8 million 300 ming.